Assalomu alaykum aziz Xorazm Realtor xizmati obunachilari. Urganch shahar suvchilar shaharchasindamiz. Ya'ni Vodnikda xalq tili bilan aytganda 4-ko'chadamiz. Bismillah deb shu yerda bir hovli joy chiqibdi ekan. Shu yerda yana tupik emas, ezlar. Sharoitlar yaxshi ekan, kengina. 450 kvadrat metr, 460 taşı, 459, 450 deb aytaveradi xonadon egasi. Chiroyli hovli joyimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bizlar xudo xolasa bismillah deb hovli joyimiz ham yetib keldik. Keyin 20 metr yo'lning ustidan barrakadan nasib shu перегородка, shu devori bilan haddi bo'ladi ekan. Bu yerni yıkib turib rekonstruksiya etsa bo'ladi, bemalol mashin sig'adigan joy 6 metrdan ziyod. Tupik emas azizlar, narx navosi zo'r. Kimda-kim shahar markazidan ixcham, qulay, arzon hovli joy qarab yurgan bo'lsa, ilinib qo'yinglar shu videoni, bir like'ini bosinglar. Videoni oxiridan ko'ringlar, ko'rganingizda afsuslanmaysizlar azizlarim. Shuni hovli joyimiz sotuvga chiqibdi ekan, chan tarafi bilan tanishtirib o'tamiz. Demak do'stlar, yana hol qismimiz girganimizning chap tarafimizda rakovina sistemasi, kotel sistemalari berimizda hozir ko'rsatib o'tamiz. Hol qismimiz 4,5-13 razmerda hol qismi tushgan kengina azizlar. Alg'aba mazza qilib yashaydi. Kattagina hovli joyimiz. Shu yerda podvalarni bo'y, shammisli odam bo'yi. Buni ham video davomida ko'rsatib o'taman sizlar azizlar. Bismillah deb bilan boshlaymiz yana. Xudo xolasa. Bu yerimiz yana ko'cha tarafini ko'rsatib o'tgan tarafimiz. Shu yerdan kirib turib, qo'm girizib, yıkacak adam yıkıp bemalol shu mestasından faydalanma alışları mümkün ya. Yiyip mindirip işini taklap remont et koyuşlar mümkün. Mangalini zona etishi mümkün. İş kılıp göredi. Alğanlarını üzerine havalar. Şimdi ya bismillah deb keyingi xonasini yuzlansek. Bismillah deb. Demek dostlar, birinchi xonamiz yana chat tarafdan bismillah deb girsak, spalni joyimiz ekan. High-tech usulunda tachentalar bilan remont qilingan shikarli spalni joyimiz. Yengina mana shuning ko'rinishda. Bu yerda ko'rinib turgan hamma o'z yetadi azizlar. Pustoy holatida beriladi ekan xonadon egasi. Shuning deb o'tdilar. Berimiz to'g'ri, yana ko'rsatib o'tgan qismimiz qaragan. Keyingi xonamizga yuzlanamiz azizlar. Bismillah deb. Bu yerimiz shuning giraverishda gostinniy bir ожидание deydimi, o'tiradigan mestamiz katta. Bu yerimiz ham 6'ga 5,5 razmerda o'xshaydi kattagina azizlar. Harib ketib bu baladinagan bu hovli joyimiz lekin shiftlarini balandligiga qarang, 4 metrdan ziyod, 5 metrga yaqin to'yxona azizlar. Olgan odam azzat xayrni ko'rib, bu yerimizdan ham